Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu Xitoydan tarqagan vabo, ya'ni COVID-19 kasalligining navbatdagi ahvol to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlamoqchi. Tuvanda diqqatinglar leksiyaning tafsilotida bo'lsin. Agar meniki burunqi so'zlagan leksiyarimni anglagan qarindoshlar bo'lsa, tövəndəki bu ko'rsatilayotgan rasm bilan balkim tonish bo'lishi mumkin. Bu 2020-yili 4-oyda o'tirg'a qo'yilgan vaboninki taraqqiyot ahvoli to'g'risidagi bir faraz bo'lib, bu to'g'risida men 2020-yili 5-oydagi bir leksiyarimda tafsili to'xtalgan. Ya'ni buningda ko'rsatilgandagidek vabo mushu 2020-yilninki beshida, ya'ni 1-oyda Xitoydan dunyoga tarqashqa boshlagandan keyin 4-oy mezgilida bu mutaxassislar bu vaboninki kelgusi taraqqiyot jarayoniga nisbatan har xil farazlarni qilishgan. U farazlarning ichida mening alayda diqqatimni qo'zg'agani bu xil faraz bo'lib, men ayni vaqtida so'zlagan leksiyarimda mushu farazga asosan vaboninki 2022-yili yozlargacha davomlashadiganligini va bu jarayonlarda mushu rasmda ko'rayotganinglardagidek vaboninki ig'irlashish ahvolining do'lqinsimon bo'ladiganligi, ya'ni mushu yozlarda biraz yaxshi bo'ladigan, andan keyin kuz fasli, qish faslida yana bir do'lqin paydo bo'ladiganligi to'g'risida to'xtalgan edim. Bu vabo o'tgan yil, ya'ni 2020-yili 1-oyda Xitoydan rasmiy tashqi dunyoga tarqashqa boshlagandan buyon hozir qadar dunyoda nurg'un odamlarniki jiniga zomin bo'lib, ba'zi mezgillarda ozroq kontrol bo'lgandek bo'lsa-mu, yana ba'zi fasllarning o'zgarishi va yangi shu vaboni tarqatgan virusning yangi turlarining chiqishiga ergishib, bu vabo qaytadan ig'irlashib kelmoqda. Yuqoridagi rasm shu farazga asosan o'tirib qo'yilgan shu kasalning taraqqiyot ahvoli bo'lsa, bu ko'rayotgan rasm shu kasalninki amaliy tarqalish ahvoli. Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ldiki, ayni vaqtdagi farzmi realligimizda asosan to'g'ri chiqqan, ya'ni bu vaboninki ig'irlashish ahvoli faslning o'zgarishiga ergishib do'lqinsimon do'lqinsimon bo'lib, bir mezgil ig'irlashsa, bir mezgil pasaygan ahvolni bu vaboninki amaliy taraqqiyot ahvolidan aniq ko'rib olaymiz. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida, ayni vaqtda mutaxassislarniki o'tirib qo'ygan farazlari bizningki realligimizga asosan mos kelgan. Bu shu hozir dunyodagi shu kundalik vaboga bilan yuqumlanganlarning kundalik yuqumlangan ahvoli bo'lib, bu rasmni ko'rayotganinglardagidek hozir qadar shu eng ig'ir bo'lgan vaqtida shu yilninki yoz mezgilida bo'lib, kundalik yuqumlanuvchilarning soni 800 ming atrofiga yetgan bo'lsa, hozir qaytadan yana ig'irlashib, bu son 750 mingga yaqinlashib kelgan. Endi hozir shu yangi turlarning chiqish sababidan ba'zi mutaxassislar bu yil qish, ya'ni yoki oldimizdagi yilning yoz mezgili bo'lgan vaqtida bu sonlarniki burunqidanmi ortiq bo'ladiganligini mo'ljallamoqda. Hamda albatta bu son
yalğız əməli yuqumlanğanlarnınki köpəyişiga bağlıq bo'lib qolmasdan, balki hər qaysı dövlətlərninki statistikasınınki mükəmməl buluş bulmaslıqıga bağlıq. Yəni hazır qaraydigan bolsaq, xuddi bu kasal taraqqiy qilayotgan dövlətlər, taraqqiy qilgan dövlətlərdə alayida ig'irdek ko'rindi. Əməliyyatda bo'lsa, bu taraqqiy qilgan dövlətlər bu kasalga nisbatan statistikani aniq qilganligi uchun, ya'ni u dövlətlərdə yetarlik tekshirishlar ilib berilganligi uchun yuqumlanganlarning soni bir qadar mukammal statistik qilingan. Aksincha taraqqiy qilmagan dövlətlərdə yoki iqtisodiy ahvol kambag'al, sharoiti nachar dövlətlərdə bu kasalga nisbatan umumyüzlük bir tekshirish ilib bormaganligi yoki mukammal bir statistika bo'lmaganligi uchun ularda yuqumlanganlarningki soni nisbatan tuvan ko'rindi. Bu hargiz bu kasalningki ahvoli taraqqiy qilgan dövlətlərdə ig'ir bo'lganligini, taraqqiy qilmagan dövlətlərdə yengil bo'lganligini ko'rsatmaydi. Ya'ni bu hozir e'lon qilinayotgan sonlar asosliqi shu dövlətlərning statistika qilish ahvoli bilan zich munosabatlik. Shu sababdanmi hozir bu kasal xuddi Amerika, Fransiya, Germaniya, Italiya degandagidek mush taraqqiy qilgan dövlətdə alayida ig'irdek ko'rindi. Buning asosli sababi men yuqorida deb o'tgandagidek bu dövlətlərdəki statistikaninki biroz to'liq va mukammal bo'lishidan deb qarashqa bo'ladi. Hammamizning xabari bo'lgandagidek bu vaboga qarshi vaksina o'tgan yil 12-oyda dunyoga kelgan bo'lib, bu vaksina emlashga boshlagandan keyin hozir qadar bo'lgan 1 yil ichida nurg'unlagan davlatlarda bo'libmi bak taraqqiy qilgan davlatlarda vaksinaning emlanish ahvoli xilila yuqori. Ya'ni ba'zi davlatlarda 60-70% odam vaksina emlab bo'lgan. Undaqda bu vaksina shuncha ko'p odamlarda emlangan turug'liq nima uchun bu vabo ko'z ko'rinarlik darajada kontrol bo'lmay, yana qayta ig'irlashish ahvoli bo'ladi degan vaqtida bu asosliqi shu viruslarningki o'z-o'zini o'zgartish ahvoli bilan bevosita bog'liq, munosabatlik. Yana mundaqcha aytgan vaqtida bu virus shu bo'libmi bak vaksina emlaganlar bilan vaksina emlamaganlar o'rtaq mavjud bo'lib turgan vaqtida bu vaboni tarqatgan virusningki o'z-o'zini o'zgartishiga, ya'ni bo'libmi bak bu mavjud vaksinaga qarshi kuch paydo qilishga fursat yaratiladigan gap. Hozir qadar bu virusningki nisbatan o'zini o'zgartish ahvolida cho'ng o'zgarish bo'lgan. Shu virusningki yangi turlari 5 xil bo'lib, ularning ichida shu delta bilan hozir tarayotgan omikron alayda mutaxassislarningki andishini qo'zg'agan, ham shundaqla burunqi turlardan yuqumlanish kuchi kuchlik, texmi keng ko'lamda yuqumlanish paydo qiladi deb qaralgani shu delta bilan omikron bo'libmi bak hozir omikron shu yangi turi chiqqandan keyin mutaxassislar texmi andish qilib bu vaksinaninki buningga qarshi kuchininki ojiz bo'ladiganligi. Shu sababdan omikron shu dunyo miqyosida agar umumliqqa nim qilsa, ya'ni ega bo'lsa, ya'ni tarqalishi chonligi kuchayib shu hozir qadar yuqumlanganlarning ko'p qismini shu omikron egallagan vaqtida dunyo miqyosida burunqidan bakroq bir xil ofat paydo bo'lishi mumkin deb qaramoqda. Chunki ba'zi mutaxassislarning qarashicha hozir mavjud bo'lgan vaksinaninki bu omikron turiga unumi uncha yaxshi emas. Hem uning ustiga omikronninki yuqumlanish kuchi burunqi boshqa turlardan xilila yuqori. Shu sababdan agar biz yetarli tadbir olmasak bu vabo yana butun dunyo miqyosida
qaytadan ig'irlashishi mumkin deb mutaxassislar har xil endişelerini qilmoqda. Albatta bu yeni tür omikron degan bu tür shu 11 oyda bayqalgani uchun bizningki bu turga bo'lgan tushunchamiz yetarli emas, tonishimiz yetarli emas. Shu sababdan jamiyatda har xil o'xshamagan qarashlar va andishlar mavjud. Mening bugungi bu leksiyarimning maqsadimi shu o'zimningki izlangan ahvoliga asosan shu yeni tur to'g'risida ozroq bir tushuncha berib o'tish. Bu shu dunyoga mashhur tabiat jurnalida 11 oyninki 25 kuni e'lon qilib 27-sida o'zgartish kirgizilgan shu yeni tür bo'lgan omikronninki shu mutaxassislarni jiddiylashtirib qo'ygan endişeге salgan to'g'risidagi bir maqola. Ya'ni bu omikron degan yeni tür shu 11 oyda bayqalgandan keyin mutaxassislar orasida buningki oqibati to'g'risida har xil endişeler dunyoga kelib, bu jihatda nurg'unlagan izlenishlarniki kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Ya'ni mutaxassislar ba'zilari buningki yuqumlantirish kuchiniki alayda yuqorligini, anandan keyin vaksinaninki buningga bo'lgan unimining to'van ekanligini va shu sababdan bu agar biz yetarli tadbir olmagan vaqtida dunyoda yana bir qitimliq baloyi ofatning kelib chiqqanligini andish qilsa, ba'zilar aksincha bu nimaninki vaksinaning buningga yetarlik unumi borligi, ya'ni ikki qitim vaksina urib bo'lganlarninki kuchaytirish xarakterini o'ynaydigan 3-chi qitimliq vaksina emlagan vaqtida buningdan belgilik saqlang'ili bo'ladiganligini ko'rdab har xil munozirlarni elib bormoqda. Bu hozir mavjud bo'lgan vaksinalarninki shu yeni tür bo'lgan omikronga qarshi kuchininki qandaq ekanligi to'g'risida ilib borgan tadqiqot ichida yaqinda Kolumbiya universitetining e'lon qilgan tadqiqoti biroz tipik ahamiyatga ega deb qarashga bo'ladi. Ya'ni Kolumbiya universitetiningki eng yaqin yeni tadqiqot natijasiga asoslangan vaqtida virusninki yeni turi omikron hozirgi vaksinalarga kuchlik qarshilik kuchi bo'lib, kuchi vaksinaninki omikron bilan yuqumlanishning oldini olishga ko'p yordami bo'lmasligi mumkin deb xulosa chiqargan. Yani mundaqcha aytgan vaqtida shu hozir vaksina emlagan kishilar 2 qitim vaksina emlagandan keyin taxminan 6 oydan 8 oygacha uninki shakllangan immunitet kuchininki ozlab mangdiganligi, shu sababdan 3-chi qitimliq, ya'ni kuchaytkuchi vaksina urgandan keyin shu insonlarningki immunitet kuchini texmi kuchaytib, hozirgi shu virus bilan yuqumlanishga unumi yaxshi deb qaralgan bo'lsa, lekin bu tadqiqotninki natijasiga asoslangan vaqtida bu xil ahvolniki yana uncha to'g'ri emasligi, hatto 3-chi qitimliq vaksina urgandimi omikron bilan yuqumlanishning oldini olishga ko'p yordami bo'lmaydiganligi bu tadqiqot natijasida o'tirib qo'yilgan. Ya'ni biz misolanga 3 qitim vaksinani to'liq urib bo'lgan bo'lsakmi, bu omikron yeni turi bilan yuqumlanish ehtimolimiz tamoman bor degan gap. Yuqumlanishninki oldini olishda biz hozir urgan mavjud vaksinalarningki unumi uncha yaxshi emas yoki unumi yo'q deganlik bo'ladi. Albatta bu tadqiqot qisqa vaqt ichida ilib berilgan tadqiqot bo'lganligi uchun uninki natijasi umumliqqa vakil qilishi notayin. Shundaqdimi bu faqat hozir mavjud bo'lgan tadqiqot natijasi bo'lg'achqa bizniki alayda diqqat qilishimiz va zo'r bo'lgan tadbirlarni ilishimizga to'g'ri keldi.
Bu haqda ilib berilgan yana bir tipik tadqiqot natijasini yaqinda Londondagi Imperial instituti e'lon qilgan bo'lib, ularning tadqiqot natijasiga asoslangan vaqtida kuchaytguchi vaksinaning, ya'ni 3-chi qitimliq vaksinaninki omikron bilan yuqumlanib ig'ir kasal bo'lishning oldini olish nisbati 80% dan 85-9% orasida bo'lishi mumkin deb ular shundaq bir yakun chiqargan. Yana mundaqcha aytgan vaqtida bu vaksinaninki, ya'ni 3-chi qitimliq kuchaytguchi vaksinaninki bu omikron yangi turdagi virus bilan yuqumlanishning oldini olishda garchi unumi bo'lmagan bilan, lekin u virus bilan yuqumlanib ig'ir kasalga giribtor bo'lishning oldini olishda yanada unumli ekanligi. Mundaqcha aytgan vaqtida shu 3-chi bosqichliq vaksina urganlar garchi omikron bilan yuqumlansimi, biroq ularninki ig'ir kasalga giribtor bo'lish oldini olish nisbati, ya'ni 80% dan 85-9% bo'ladiganligi bu tadqiqot natijasida o'tirib qo'yilgan. Şunlaşqa bu yerda hamda hozir bu mavjud uçurlar, bu omikron yangi turiga nisbatan mavjud uçurlar har xil bo'lib, odamni biroz qaymoqtiradigan bo'lsa-mu, biroq mushu 3-chi qitimliq vaksinani udurishninki kam deganda bu ig'ir kasalga yuqumlangandan keyin ig'ir kasalga taraqqiy qilishninki oldini olalaydiganligi bu tadqiqot natijasidan nayta aniq. Gerçi biz mushu vaksina urg'izgandan keyin omikron yangi turi bilan yuqumlanishdan tamoman saqlanolmasaqmi, lekin yuqumlangandan keyin ig'ir kasalga taraqqiy qilishninki oldini ola olishimiz mumkin. Bu asosliqi mushu yuqoridagi 2 tadqiqot natijasidan chiqarishga bo'ladigan yakun. Hamda oxirida hammamizningki eng ko'ngil bo'ladigani buningdan keyin qandoq bo'ladi? Ya'ni bu vabo mushu omikron yangi turi bilan oxirlashamdi. Yoki bo'lmasa bu vabo yana qancha uzun davom qiladi? Bu hammamizningki ko'ngil bo'ladigan bir masala. Bumi ham shundaqla mutaxassislarmi bu jihatda alayda o'ylanmoqda. Endi biz yuqorqi mushu virus paydo bo'lgandan tortib hozir qadar bo'lgan mushu yangi turlarni 5 cho'ng tur deb qarasak, bu 5 cho'ng turning o'zi bu virusninki o'zi o'zgarta oladiganligininki bevosita isbotlari. Shunlashqa bu 5 xil turdan iborat yangi turga o'zgargan virus 6-siga, 7-siga, 8-siga o'zgara olishi mumkin. Shu sababdan bu vaboninki qachon oxirlashadiganlarga hech kim bir narsa deyolmaydi. Balkim kelajak yil, balkim uningdan keyingi bir yil, balkim bizning hayotimiz bo'yicha bu vabo bilan moslashib birga yashashimizga to'g'ri kelishi mumkin. Bu hozir mutaxassislarniki andish qilayotgan muhim masalalarning birisi. Shunlashqa meningki oxirida qarindoshlarga tavsiya qildiganim, biz yetarlik tadbirlarni ilish bilan birga o'zimizning hayotimizni davomlashtirishimiz kerak. Hargizmi ba'zi muhim ishlarni bu vabo tugandan keyin qilaman deb to'xtatib qo'yish yoki amaldan qoldirishdan ko'ra, mushu vaboning oldini olish uchun tadbir qo'llangan ahvol ostida, ya'ni o'zimizningki plani bo'yicha ishlarimizni qilishimiz, yana bu vabodan kelib chiqqan yangi normallikqa cho'qim yuzlanishimiz kerak. Chunki bu vaboniki qachon tugaydiganligi hech kimga ayon emas. Lekin agarda biz vaboniki tugishiga saqlab tursak, hayotimizdagi eng cho'ng bir isrofchilik. Shunga hayot cho'qim davom qilish kerak. Hargizmi vabo tuganda qilaman deb o'zimizningki ishlarimizni oqsatmasligimiz kerak.
Undaq deganlik hargiz buningga e'tibor bermang deganlik emas. Salomatlik hammamizga hammadan muhim. Salomatlikni qo'g'dishimiz ham shundaqla o'zlarimizning hayotini amal va normal davom qilishga tirishishimiz meningcha bak zarur deb qarayman. Chunki bu vaboga oid andishli xabarlar har 3-4 oyda bir qitim chiqib, bizningki normal hayotimizni qalaymaqon qilib o'tadigan ahvol bundan keyin yuz berishi mumkin agar biz uningki ta'siriga uchrab har qitim o'zimizning planlarimizdan voz kechib qilsak hayot cheklik nurg'un ishlar bizga saqlab turmaydi. Shunglashqa men qarindoshlarga bu leksiyani so'zlash orqali bu vaboninki qisqa vaqt ichida tugamaydigan ehtimolning mavjudligi, shunglashqa o'zimizning hayotini o'zimizning plani bo'yicha normal elib berishga tirishning qanchalik muhim ekanligini qarindoshlarga uqtirish uchun bu leksiyani so'zlab o'tdim. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Hammamizningki teni salomat bo'lsin, ishlari o'ngishli bo'lsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.